Kan Urganch o'g'li 1981-yil 8-mayda Turkiyaning Izmir shahrida tavallud topgan. U nafaqat iste'dodli aktyor, balki Marmara universitetining iqtisodiyot fakultetini tamomlagan bilimli mutaxassis hamdir. Aktyorlik mahoratini esa Nyu-Yorkdagi nufuzli Stella Adler studiyasida sayqallagan. Uning kino olamidagi ilk debyuti 2002-yilda Qara o'g'lon seriali bilan boshlangan, biroq unga chinakam mashhurlikni Sevgi iztirobi serialidagi Amir roli olib keldi. Kan bu obraz orqali salbiy qahramonni ham tomoshabinlar sevishi va tushunishi mumkinligini isbotladi. So'nggi yillarda u Hukm serialidagi prokuror Ilgaz obrazi bilan yana bir bor o'z mahoratini namoyish etdi va Turkiyaning eng nufuzli Oltin kapalak mukofotiga loyiq ko'rildi. Kan tabiatan bosiq, sayohat qilishni va suratga tushishni xush ko'radigan insondir. 2023-yilda u Burcu Denizir bilan turmush qurdi va hozirda baxtli oila boshlig'idir. Bugungi kunda Kan Urganch o'g'li turk kinosining eng talabgir yulduzlaridan biri hisoblanadi. Sizga ushbu aktyorning ishtirokidagi boshqa rollari ham qiziqmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.